Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti, ya'ni NATOga a'zo 32 davlatning boshliqlari mazkur siyosiy harbiy ittifoq qurilganligiga 75 yil bo'lgan bir paytda 9-iyuldan boshlab Washingtonda to'plandi. NATOning harbiy hamchoti, harbiy sanoat bazalarini kuchaytirish, NATO qo'mondonlik qurilmasini zamonaviylashtirish qatorliq masalalardan sirt Xitoy masalasi va Ukrainaga yordam berish yig'inning muzokara kun tartibidagi nuqtaliq temalardan ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Prezident Bayden 9-iyul NATO davlatlarining rahbarlariga qilgan so'zida Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi Ukrainani qattiq qo'g'daydiganligi, Putinning Ukrainani to'liq bo'ysundirmoqchi, uni xaritadan o'chirib tashlamoqchi, Ukraina demokratiyasini yo'qotib, madaniyatini vayron qilmoqchi bo'layotganligini bildirgan. Ammo Ukraina Putinni to'xtata oladi va to'xtatadi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Rossiyaga yordam berishi NATOning Hind Tinch okean rayonidagi sherik davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyning rayonda kunsiri ish berayotgan xirisiga taqobil turishmi Prezident Baydenning sohibxonligidagi 3 kunlik yig'inning kun tartibidan o'rinlanmoqda ekan. NATO Yevropani qo'g'dashni izchil markaziy nuqta qo'yib kelgan bo'lsa-mu, ammo Rossiyaning Ukrainaga qurolliq tajovuz qilishi, bo'libmi Xitoyning Rossiya harbiy sanoatiga yordam berishi, shundaqla Tinch okean rayonida harbiy kengaymichilikni kuchaytirishidan keyin diqqatini bu rayonga qaratishga boshlagan. NATOning vazifadan ayrilish oldidagi bosh kotibi Stoltenberg 9-iyul yig'inning ichilishida qilgan so'zida Ukraina urushida Rossiyaning g'alaba qilishi Xitoyni o'z ichiga olgan davlatlardagi istibdod rahbarlarga jasorat beradiganligini aytgan. Stoltenberg mundaq degan: "Eng og'ir badal va eng cho'ng xavf Rossiyaning Ukrainada g'alaba qilishidir. Biz buningga yo'l qo'ymasligimiz kerak." Bu prezident Putinni jasoratlantirib qolmay, Iran, Shimoliy Koreya va Xitoydagi istibdod rahbarlarini jasoratlantirdi. Stoltenbergning ko'rsatishicha, bu urushning natijasi yer shari bexatarligining kelgusi necha 10 yillik holatini shakllantirdi ekan. Aqsaroyning 10-iyul kuni e'lon qilgan NATO boshliqlar yig'inining kun tartibi haqidagi bayonida NATOning bu qitimliq yig'iniga taklif bilan qatnashgan Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya rahbarlarining Yevropa ittifoqi bilan birga kunsiri kuchayayotgan Yevroatlantik va Hind Tinch okean bexatarlik aloqasini muzokara qildiganligi. Muzokara Xitoy Xalq Jumhuriyatining Rossiyaning mudofaa sanoat bazalariga yordam berishini o'z ichiga oladiganligi ko'rsatilgan. Aqsaray yana NATO'dagi ittifoqdoshlar bilan endi Tinch okean rayonidagi sherik davlatlarning Ukrainani qo'llash, tor mudofaa hamkorligini kuchaytirish, saxta uchurga qarshi o'zaro uchur almashtirish, sun'iy aql hamkorlik turlarini muzokara qildiganligini bildirgan. Albuki Amerika tashqi ishlar ministri Blinken NATO boshliqlar yig'ini arifasida Washingtondagi Brookings institutida so'z qilib, Xitoyning yordami Rossiyaning tajovuzchiligini davomlashtirishiga imkon yaratib berayotganligini aytgan. Blinkenning ko'rsatishicha, bu qitimliq NATO boshliqlar yig'iniga Osiyo Tinch okean rayonidagi 4 davlatning qatnashishi Yevropa bilan Osiyodagi sherik davlatlarning ular duch kelgan xirislarni o'zaro bog'lanishliq deb qarayotganligini ko'rsatmoqda ekan. Blinken mundaq degan: "Bu shuning e'tirof qilinganligini ko'rsatmoqda. Bu xuddi Osiyodagi sheriklarimizning Yevropadagi xirisini o'zlariga bog'lanishliq deb qaraganidek, Yevropadagi ittifoqdoshlarimizning mu Osiyodagi xirisini o'zlariga bog'lanishliq deb qarayotganligini ko'rsatadi." Albuki analizchilar NATOning diqqat nuqtasini Hind okeanga qaratishining tasodifiylik emasligi, navbatda Xitoyning dunyo tartibi uchun eng cho'ng tahdidga aylanganligini qayd qilmoqda. Nyu-York shahar universitetining siyosiy fanlar professori Xiaoming mundaq deydi: "Amerika bir Atlantik okean davlati, shundaqla biz Amerikani bir Tinch okean davlatimi deya olamiz. Amerikaning bu xil alayda geosiyosiy omillari sababidan Xitoy 2 dunyo urushidan buyanqi xalqaro tartibga xiris qilayotgan eng cho'ng tahdid bo'lib qoldi. Amerika duch kelayotgan eng real tahdid Xitoy bilan bo'lgan tirkishishdir. Balki bu tirkishishning qurolliq to'qnashishga aylanib ketish ehtimoli mavjud." Xiaomingning ko'rsatishicha, Shimoliy Atlantik okean akti tashkilotining diqqatini Hind Tinch okean rayoniga qaratishi Xitoyni qattiq beorom qilmoqda ekan.
Şamin 10. yıl vaqtdagi maxsus ziyoratimizni qabul qilganda yana mundaq dedi. Amerikaning Tinch okeanda Xitoy bilan to'qinish yuz berish ehtimolligi bargancha kuchaymoqda. Bu Xitoyga nisbatan aytganda intayin cho'ng tahdid. Chunki uning qarashicha Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti texmi ko'p diqqatini Tinch okeanga markazlashtirmoqda. Amerika Tinch okeandagi sheriklarini NATOga o'xshash bir mudofaa ittifoqi atrofiga uyushtirib, Shimoliy Tinch okean yoki Tinch okean ahdi tashkilotidek vaziyat paydo qildi. Mana bu Xitoyni qattiq andishaga solmoqda. Halbuki Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lijan 10 iyul e'lon qilgan bayonotida Xitoyning NATO masalasidagi maydoni izchil birdek. Biz NATOning rayon mudofaa ittifoqidan iborat xarakterining sirtiga chiqib harakat qilishiga qat'iy qarshi turamiz degan. Lijanning ko'rsatishicha NATOning Osiyo Tinch okean rayoniga uzilishi, qarshilashish va dushmanlikni quturtib, rayonning gullanishi va muqimligiga buzg'unchilik qiladi ekan. Lekin professor Shamin buningga Xitoyning vaziyatni qalta mo'lchallab, Amerikaning o'rniga dastlashga urinishdek ajalli xatolik sabab bo'lganligini bildirdi. Shamin mundaq deydi. Xitoyga nisbatan u ajalli xatolik o'tkazdi. U Amerikaning o'rnini egallayman deb o'ylab, nurg'un ishlarda Amerikaga ig'vogarchilik qildi. Amerikaning o'sharligini qo'zg'ab qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda u Rossiya bilan zich hamkorlik qilib qoldi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi bilan Yevropa uyg'unib, Amerika bilan ittifoqini kuchaytirdi. Birlashma agentligining bildirishicha, navbatda NATO bilan Osiyodagi sherik davlatlar Amerikaning rahbarligida texmi yaqinlashmoqda ekan. Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Jack Sullivan 9 iyul NATO bilan Osiyodagi sherik davlatlarning 4 hamkorlik turini yo'l qo'yganligini bildirib, har bir hamkorlik turi farqli bo'lsa-mu, lekin ularning asosiy maqsadi o'xshash. U bo'lsa-mu, yuqori iqtidorli demokratik davlatlarning yetuk ortiqchiliklaridan foydalanib, o'rtaq xirqqa taqobil turishdir degan.